Спасибо всем, кто смотрел наш канал, кто подписался на наш канал, кто поддерживает меня. Большое спасибо огромное. Я очень рад за то, что вы меня поддерживали. Поддерживайте, написали комментарии, свои мнения. Я удовольствием читаю все комментарии, оценю за ваш братский народ, который смотрели очень много государств. Я очень рад за то, что есть наши братья. Поддерживаем друг друга. Вообще отлично, суперски это. Большое спасибо всем. Добра, удачи, мир. Все самого лучшего, все хорошего. Удачи, братья. Спасибо за поддержку. Assalomu alaykum, ahli YouTube. Sog' salomat yuribsizlarmi? Ko'pdan beri video chiqarmayapman. Ishlar ko'payib ketdi, xudo xolasa. Videolar qo'yib boraveramiz. Nasib. Endi hurmatlaringiz cheksiz, aziz obunachilar. Hammalaringiz men uchun juda qadrli, azizsizlar. O'sha chet davlatlardan ko'rishayotgan ekan aziz aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz, butun turk millatlari, shu elatdoshlarimiz, katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin podдержка uchun, chiroyli kommentariyalar uchun. Mana shu 100% meni qo'llab-quvvatlayotganlaringiz uchun Alloh sizlarni ham qo'llab-quvvatlasin. İşlaringizga omad, tanijonlaringiz sog' bo'lsin, farzandlaringizni boshiga bosh bo'laveringlar, ota-onalaringiz duosini olaveringlar aziz do'stlar. Bizni kamtarona mehnatlarimizni, xizmatlarimizni bee'tibor qoldirmayotganlaringiz uchun katta rahmat. Bajonidil sizlarni har bir so'zlaringiz men uchun oltinga teng. Shuni inobatga olaman doim. Sizlarni shu ko'rsatmalaringiz bilan, takliflaringiz bilan videolar chiqaraman. Mana bu Adler zotli, Adler serverisi rossiyskiy zotga mansub. Bular tuxum yo'nalishiga va go'sht yo'nalishiga chempion desam bo'ladi. Ham kasalga juda immuniteti kuchli, sovuqqa. Bizda hozir 26-yanvar 2026-yil. Havo harorati yaxshi, iliq, qorlar erib ketdi. Oldingi olgan videomni ham tashlagandim. Endi ko'p ishlarimiz ko'payib ketdi, videolar qo'ymayapman. Shuning uchun boricha bir xil bo'lib qolmasin deb imkoniyat darajasida harakat qilaman. Mana shu Adler tovuqlarimizni tuxumga kirishni boshladi, xudo xolasa bular. Endi bularni tuxumini yig'ib ochiramiz, yana keltiramiz. Xudo xolasa yaqin kunlarda zakazlar bo'lsa olaveramiz. Qancha kerak bo'lsa, ana shu Telegram gruppamiz bor, kirib a'zo bo'linglar. Sotadigan ukalarimiz bor, grupni o'zimiz ham yetkazib beramiz. Shuhrat fermer deb yozsanglar, gruppamiz chiqadi. A'zo bo'lib qo'yinglar, bemalol kirib Adler kerakmi, jo'jasi necha oylik, kunligi kerakmi, narx-navolarini bilib olasizlar aziz do'stlar. Telegram gruppamizga qo'shilinglar. Birinchi egasi bo'lasizlar, olasizlar. Mana shuni ham bizni ham xudo xolasa ko'paytirib mini ferma qilish niyatimiz bor. Nasib bo'lsa, xudo xolasa shu qancha qiyinchiliklarga qaramasdan sekin bosqichma-bosqich bosib kelyapmiz. Xudo xolasa mana yaqin kunlarda endiklar olib kelamiz. 1-200 ta, 500 ta endi qaraymiz. Avvalo Xudo olib kelib shu aziz aka-ukalarimiz, qo'shni davlatdagi aka-ukalarimiz zakaz qilishyapti. Olib kelib, yig'ib ko'paytirib beramiz. Mana bu zotlardan ham beramiz.
jo'jalardan zakaz tushyapti. Xudo xolasa endi sezon boshlanadi. Ana shuning uchun katta rahmat sizlarga. Xudo xolasa men Andijon Qoratog'ni liniyasidan Qora Shahzoda, Jersi, Avstralop mana bu Adlerda liniyalardan, jo'jalardan yetkazib beramiz. Tuxumlardan harakat qilamiz. Tuxumlardan ham bor. Talab va istaklarga qarab hal qilib beraveriladi, xudo xolasa. Endik jo'jami, muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Shu yil 2026-yil hammasidan olasizlar. Alloh taolo shu kunga yetkazganiga shukr. Hozirroq o'tgan safar xafa bo'lib javob qaytargandim. U arzimaydigan narsa ekan. Aziz aka-ukalarimiz hammasi qo'ng'iroq qilib, Shuhratjon, Asad asrang, har kimga o'zingizni teng qilmang, davom ettiravering deganlarga inobatga olib, doimo biz harakatdan hech kim to'xtata olmaydi. Shuning uchun katta rahmat, bee'tibor qoldirmadinglar. Mani yonimda safdoshlarim, do'stlarim, aka-ukalarim ko'pligini bilardim, bilaman ham. Shuning uchun minnatdorlik tarzida bir video olinyapti o'zi aslida. Endi hozir Qora Shahzodalarimiz ham bor, ular ham alohida video olaman. Har birini alohida video qo'yaveraman. Mana Qora Shahzodalarni oldiga bular kichkina ko'rinib qolar ekan, lekin Qora Shahzodalar gigant, katta, juda yirik narsalar, 2 kilo mana bulardan. Bular hali yosh, yana o'sish davom etadi. Yaqinda tuxumga kirdi. Bular aziz do'stlar sotilmaydi, faqat tuxumlarini oshirib beramiz, jo'jasini. Tuxumini o'zini ham endi agar iltimos qilsanglar topib beramiz tuxumidan ham. Kimdir tayyor jo'jasini oladi, kimdir tuxumini oladi. Mashalloh deb yozib qo'yasizlar, ko'z tegmasin deb. Sizlar ham xonadonlaringizga xudo xolasa yetib boradi bunaqa parrandalar. Bular aziz do'stlar har mana tuxum tuqqani kirdi bu. Har 6 oyga tuxumga kiradi bular. 6 oy jo'jalikdan chiqqandan keyin 5 oy 6 oygacha tuxumga kirar ekan. Juda tez tuxumga kirar ekan bular. Bular menimcha shu adashmasam Leghornni o'sha italyanskiy tovuqlarni geni urug'idan bo'lsa kerak, yana shu yaratilganda bular Adler degan joy bor Rossiyaga. O'sha joyga Jersi, Amerikaning Jersi shtati o'sha tomonlarga yaratilgan. Jersi ham yirik, qop-qora yirik bo'ladi. Endi o'zimizga Qora Shahzoda deb ataladi. Jersilar yirik bo'ladi. Astroloplar ular manaqaniki, Ruminiyaniki. Dumi uzun qop-qora bo'ladi. Bizda hozir Jersilar bor. Astrolop yo'q, Jersi bor. Katta gigant. O'shalar qoni endi xudo xolasa jo'jalarni oshirib oladigan, jazman oladiganlar bo'lsa yetkazib beramiz, tayyorlab. Buni sotolmagan taqdirimizda ham biz afsuslanmaymiz, chunki bular 5 oyga tuxumga kirsa, tuxumini uzatib ketadi. Buni har bir donasi hozir endi narxlarni aytib o'tay. 600 minggacha ham deyishdi, endi bilmadim. Lekin 300 mingdan deyishuvdi. Men o'zim 300 minglar atrofida olganman. 300 ming so'mdan tuxum tug'adiganini ham sotishyapti Surxondaryodan deb eshitgandim. Shunaqa ma'lumotlar bilganlarim. Bilganlarimizni aytamizda qo'ldan kelgancha, bilmaganlarimizni eshitib ko'rib aytamiz. Hozir jo'jalar 1 oyliklari 50 ming sotishyapti, sutishnisi 25 ming bo'lishi kerak menimcha. Tuxumi 8 mingdan 10 minggacha. Adashmasam, mana shu Adlerlarniki. Chunki bular hozir xadovoy, yaxshi zot, tuxum yo'nalishiga ko'proq boqib, ko'proq tuxum olsa bo'ladi. Endi ovqatda ham uncha ko'p yemas ekan Jersilarda.
ishqilib bo'ladi. Rasxod uncha katta emas. Lekin tuxum berishi oldin ham mana shu vodiy kanallarni ko'rganimda 4 yil, 5 yildan buyon boqaman, tindirmasdan shu qishda ham tuxum beradi degan. Haqiqatdan ham mana hozir qish tuxumga kirdi mana shular. Lekin boshqa tovuq jo'jalarimiz kirgani yo'q. Rahmat e'tibor uchun aziz do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Omadlaringizni bersin, amalingizda. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Спасибо всем, кто смотрел наш канал, кто подписался на наш канал, кто поддерживает меня. Большое спасибо огромное. Я очень рад за то, что вы меня поддерживали, поддерживаете, написали комментарии, свои мнения. Я удовольствием читаю все комментарии, оценю за ваш братский народ, который смотрели очень много государств. Я очень рад за то, что есть наши братья. Поддерживаем друг друга. Вообще отлично, суперски это. Большое спасибо всем. Добра, удачи, мир. Все самого лучшего, всего хорошего. Удачи, братья. Спасибо за поддержку.